Assalomu alaykum do'stlar, bu yana men Ibrohimjon. Bugun sizlarga Ellington Cruise tarafdan taklif etilayotgan Hillgate proyekti haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Video davomida bu proyektda joylashuvi, beradigan qulayliklari, uylarni planirovkalari va to'lov planlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kelar birinchi lokatsiyani ko'rib chiqamiz. Mana bu Dubai xaritasi, Dubai aeroporti, Downtown, Pan va Marina, mana Al Maktoum aeroportlari. Hillgate proyekti Dubai Silicon Oasisda joylashgan. Ko'rayotganlaridek lokatsiya jihatdan Downtownga o'rtacha 15 daqiqalik yo'l, aeroportga ham 15 daqiqalik yo'l, Al Maktoum aeroportiga o'rtacha 25 daqiqalik yo'l va Marinaga ham o'rtacha 25 daqiqalik yo'lda joylashgan. Joylashuv jihatdan juda ham qulay. Ko'rayotganlaringiz Dubai Silicon Oasis. Joylashuv jihatdan ko'rayotganlaringiz Muhammad bin Rashid Road, Al Ain Road va D Elitor yo'llarining o'rtasida tutashgan joyda joylashgan. Bu yo'llar magistral yo'llar hisoblanadi va Dubayda xohlagan burchagingizga qisqa muddatda yetib borishingiz bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan, nomini o'zi bilan Dubai Silicon Oasis, Amerikadagi Silicon Valleydan ilhomlanib tashkillashtirilgan rayonlardan rayon hisoblanadi va shu искусственный intellekt, robotexnika va innovatsion startap va kompaniyalar uchun qulaylik beradigan rayondan biri va shunaqa talantlarni o'ziga jalb qilishni maqsad qilgan rayon hisoblanadi. Endi umuman rayon bo'yicha, endi rayonni o'ziga yetarli rayon, ya'ni kerakli qulaylari o'zida bor rayonlardan biri hisoblanadi. Mana o'zini Silicon Central Mall bor. Mana bu yerda maktablari bor. Mana James va boshqa. O'zini mana Al Fakih deymiz, bolnitsasi bor, ya'ni shifoxonasi bor. Va bundan tashqari rayonda o'zida bir qancha kommersiya zdaniyalar bor, ya'ni ofislar, klinikalar, masalan, nima aytdi, Life klinikasi bor, Aster klinikasi, Health Hub klinikalari bor. Bundan tashqari bir qancha bolalar bog'chalari bor, British Orchard, International Nursery va boshqalar. Hamma servislar topsa bo'ladigan rayonlardan biri va yana boshqa tarafdan hozirda qurilayotgan yangi metro liniya ham shu yerda o'zi qurilyapti. Mana shu joyda metro liniya o'tadi va bu yerdan to'g'ri Dubai Creekgacha yetib boradigan liniya shu yerdan o'tadi. Va biz aytayotgan Hillgate proyekti mana shu joyda joylashgan. Buni joylashuvining o'zi ham burchakda joylashgan, ya'ni boshqa binolar orasida emas, ya'ni ochiq vidli bo'ladi. Rayonga kirish va chiqishga yaqin. Va uchinchidan, ko'pchilikning bir tarafda katta villa communitysi bor, o'sha taraflarga ochiq vidlik kvartiralardan iborat bo'ladi. Xo'p, mana proyektni qanday bo'lishi ko'rib turganinglardek, proyektni shunday dizayn qilinganki, iloji boricha quyosh nuri tushadigan qilib planirovka qilingan. Xo'p, umuman zdaniyani aytadigan bo'lsak, ikkita podvaldan, ground floordan va bittasi 16, bittasi 13 etajdan iborat zdaniyalardan iborat bo'ladi. Studiyolar 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroomli kvartiralardan iborat bo'ladi. Bitta zdaniyada 166, ikkinchisida 190 ta kvartira bo'ladi umumiy olganda. Xo'p, har bitta zdaniyaning o'zining alohida kirish qismi bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz, mana bittasi, mana bu yerda ikkinchisi o'zining kirish zonalari, kutish zonalari, liftlardan iborat. Mana shu resepsiyonlarda qanday bo'lishi, ya'ni kutish zonalarini qanday bo'lishi. Xo'p, bitta tepaga chiqilganda, birinchi etajda kerakli bo'ladigan hamma qulayliklari bor. Ko'rib turganlaringiz, mana sport zallari, erkaklar, ayollar uchun kiyim almashtirish xonalari, yoga rumlari, bolalar o'ynaydigan xonasi, tashqi bolalar o'ynaydigan joy, bolalar basseyni, umuman tashqi basseyn ko'rib turganinglardek, oftobda to'planadigan joylari, mana yashil zonalari, mana barbekyu area, yana nima, mana yerda arcade room, ya'ni o'yinlar o'ynaydigan xonalari, oshnalar bilan yig'iladigan joylari, kutish xonalari, mana yerda ishlash joylari bor, ya'ni coworking pods deydi, ya'ni kabinkalardan iborat. Juda ham chiroyli qurilgan proyekt hisoblanadi. Mana ko'rayotganlaridek renderlari qanday bo'lishi, fitness centerda qanday bo'lishi, zallari. Xo'p, mana uylari shunday taklif qilinadi. Ko'rayotganlaridek ranglari va sifat jihatdan juda ham yaxshi
planirovka qilingan. Bu mana studioda planirovkasi ko'rib turganlaringiz, mana bu yerdan kirish, umumiy sanuzi, kir yuvish xonasi, oshxona, yotoqxona va balkondan iborat. Bu endi bir bedroomli planirovkasi. Mana yerdan kirish, oshxona, umumiy sanuzil, kir yuvish xonasi, katta zal, balkoni va mana yerda yotoqxonasi bor. Ko'rib turganingizdek, o'zini garderoblari bilan birga. Xo'p, endi bu 2 bedroomli planirovkasi. Mana bu yerdan kirish, umumiy sanuzil, oshxona, zal, mana bu yerda kir yuvish xonasi va ikki tarafda ikkita master yotoqxonalari bor buni. Bu yerda bitta yotoqxona, o'zining sanuzil bilan birga va mana yerda ikkinchi yotoqxona. O'zining sanuzil va garderoblari bilan va balkonlardan iborat bo'ladi. Keyin buni boshqacharoq planirovkasi bor. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerdan kirish, oshxona, zal, umumiy sanuzil, kir yuvish xonasi, mana yerda bitta yotoqxona, sanuzil, va nima yerda master yotoqxona bor. O'zining sanuzil bilan birga va balkonlardan iborat bo'ladi. Keyin 2 bedroomli kattaroq planirovkasi bor, ya'ni 2 bedroom plus study deydi, qo'shimcha xonasi bor. Mana bu yerdan kirish, ana umumiy sanuzil, oshxona, zal, yana mana yerda qo'shimcha xonasi bor. Ana study room o'zini sanuzil bilan birga. Endi buni ofis qilib ishlasa bo'ladi, yo'qsa ham yordamchilar xonasi qilish mumkin, yo'qsa ham nima, biblioteka qilish mumkin. Qo'shimcha xona bor. Mana endi bitta yotoqxona o'zining sanuzil bilan birga va nima yerda ikkinchi yotoqxona o'zining sanuzil bilan birga va balkondan iborat bo'ladi. Va shuni ham boshqacharoq planirovkasi bor. Mana bu yerdan kirish, study room, oshxona, zal, mana bu yerda bitta yotoqxona o'zining sanuzillari bilan birga. Mana bu yerda umumiy sanuzil va endi yotoqxona o'zining sanuzillari bilan birga va balkondan iborat bo'ladi. Bu mana endi 3 bedroomliklardagi, 3 yotoqxonaliklardan kirish, oshxona, oshxona orolchasi, katta zal, balkon, mana yerda ikkita yotoqxona. Mana yerda sanuzil, mana yerda umumiy sanuzil, kir yuvish xonasi, mana study room va mana yerda master yotoqxona bor, o'zining sanuzillari bilan birga. Xo'p, planirovka joylashuv bo'yicha juda ham qulay joyda joylashgan. Rayon ham rivojlanayotgan, o'sayotgan rayonlardan biri. Uchinchidan, quruvchining umuman berayotgan dizayni, sifati va reputatsiyasi bu proyektni albatta narxlar oshishini ta'minlab beradi. Hozirda quruvchi 70 ga 30 plan operatsiyasini taklif qilmoqda, ya'ni 70% qurilish davomida 30% kalit olinayotganda boshlang'ich to'lovlar 20% va boshlang'ich narxlari 1 million 200 million dirhamdan boshlanyapti studiyalar uchun. Bu proyekt haqida qisqacha ma'lumotlar shu. Sizlarga yoqdigani umiddamiz. Savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar, kanalimizga a'zo bo'linglar. Rahmat katta.